Navoiydan kelyapti bu tilla zavoddan, ya? Rahmat Maqsudjonga. Umringiz uzoq bo'lsin. Shundaymiz. Tursunbek hozir mana shu yerga efir qilyapti, esingizda. Shunday. Mana mashina rozыгрышga qo'yilgan. Allohu akbar deng. Bunday emas uyda Umidjonga ana bo'lmagan ekan. To'n kiydirmagan ekanmiz. Ha, qo'lingizga bir ishni berib ketaman dedim-da. Oching. Assalomu alaykum o'rtashaka, yaxshimisiz? Qandaysiz yanga? Ahvollari zo'r. Faqat videomi bo'lsa ishlar to'nglanib ketsa, barakasini bersin. Kattakon rahmat sizlarga. Kelib turinglar shunday. Shunday qizartirib pishiray. Qizilgina bo'laveray dedim-da. Yuzlarini shishiray deydi. Mehmonlarim kelguncha pishiray, shirin kulcha. Ubay akamiz ham anchagina yordam qiluvdilar. Kecha to'yda aytamiz deb yodimizdan ko'tarilib. Bahodir akamiz. Bahodir aka Toshkentdan. Nima Umidjon aka. Umidjon Mingto'rayevich akamiz. Ha, kelinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshoh Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum birodarlar. Kamerachi yo'qligi uchun jiyanni olib o'tiribmiz, jiyan so'mka qilyapti. Kelaska, laska beramiz mayli. Qanday jiyan? Zasosla qo'yib taylagan bo'yninga. Tinchkinami ish qilib? Ha? Mana ki. Uylanmadingmi? Yo'q. Kelin yo'qmi? Kelin topaylikmi? Topamsan. Topasan ha? Bilasanmi tushirishni? Qaramda qayersamda qayerladi? Bilaman. Ko'rding? Mana shunday yuraverasan. Yurtdoshlar, xudo xolasa biz Elparvar Otasholar loyihasiga keldik. Videoning boshidan aytaman. To'yda, final to'yida Umidjonga ana bo'lmagan ekan. To'n kiydirmagan ekanmiz. Muzdakaga ham to'n kiydirmagan ekanmiz. To'n olib keldi mayli. Hozir ikkita to'nni uyga borib kiydirib kelamiz. Ungacha kiramiz. Nima o'zgarish? O'sha turishga oddosh. Ha, nima qilaylik? Assalomu alaykum. Ketdiki bular. Aytuvdim-ki men keladi bular deb. Hozir laska kirib mana ichkaridan qilamiz. Mana uylarda mana bu ko'rsatamiz laska. Bironta bor? Kim bor? Bachcha bo'lsa gapirmaymiz. Astag'firullah. Odam bordir-da. Mana bu yerga manaki gilamchalar to'shalgan. Ha, jiyan. Tog'angga suyan. Bu yerda kim yo'qmi? Pardani ko'rsataman deyapman-da. Manaki. Kizi. Pardani bir ko'rsat. Mana. Jaluzi. Andijondan akamiz yuborganlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik. Zo'r, charchamayapsiz? Zo'rmisiz? Qanday bo'ladi? Bo'libdi, zo'r. Charchamayapsiz? Yo'q. Nima kamchilik? Ya, zo'r. Chotkimi hammasi zo'r ketyaptimi? Zo'r. Gap yo'q. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Ey yashaylar, rahmat hammalaringizga. Minglarga kiraveringlar bo'laysizlar. Minglarga. Yashang, rahmat hammalaringizga. Nima qilay? Olib qo'ying, duo qilib qo'yasiz. Tog'ani duo qilib qo'ying. Tog'onmi? Maqsud tog'ani. Otangizni. Maqsud ukajon. Dollar boqang, salomatgina bo'ling. Amin, ayting. Sog' salomatgina bo'ling. Ishlaringiz yursin ukajon. Biringizga ming bersin. Amin. Amin. Jalmonmi? Amin. Allohu akbar. Allohu akbar deng. Allohu akbar. Allohu akbar deydi. Kir qo'shmaydi-da. Qo'shmayaptimi tilali? Mana bunday qilqanmi oyog'imni yechatmadim. Bunimi? Ha. Andijondan Alisher akamiz tashlab yubordilar. Alloh rozi bo'lsin buni. O'sha kun jo'natib yubordilar. Ana. Pardash akamiz. Shuraymi, nima qilay? Tursunmi? Jaluzi Parda Vodiy 96-yilda tug'ilgan ekanlar. 94lik 602-0111 telefon raqamlariga chiqsanglar, Andijondan O'zbekistonda xohlagan joyingizga mana shunaqa pardalarni dastavka qilib yuborarlar. Yopavering yoddosh. Rahmat ukajon, rahmat, minglarga kiravering. Minglarga kirsinlar. Alo. Ana, siz duo qilyapmiz. Ana. Yo. Ana yashang, zo'r. Men kiyimlarni taxlab qo'yib 3 surama, 4 surama qilib.
Ketdik ana kursdamiz. Kursdamiz. Chiqaversan, shunday orqa bilan chiqan shunday. Bo'pti. Pastda oxirgi kursdamiz. Pastda Ha. kim ruhlayapti? Doldirboy, kiyib turing dedim, kiymanlama. Bilmayman, kiysa kerak. Yangi yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Mana kraska bo'pti, mana palavoy. O'zgarish yo'q dedi. Gap bo'lishi mumkin emas ana. O'zgarish bo'lgan-ku mana. Yo'q dedi. Bismillahirrohmanirrohim. Qani? Ana. Qani bo'pti? Chotgina, qip-qizil bo'pti-da. Durda. Qizartirib pishiray. Qizilgina bo'laveray dedim-da. Yuzlarini shishiray deydi. Ha. Mehmonlarim kelguncha Ana, pishiray, mana bir shirin sir kulcha. Bismillahirrohmanirrohim. Ana. Ha, mana uni aytdingizmi, ikki qilib qolibdi deb. Ha, ya mayli. Pastdan 3 ta xona ekanda. Ko'chadan 3 xona uy bor bo'lsa. Uchtaga 3 xil deb. Ha. Yaz mayli, dur. Rahmat, minglarga kiraversinlar mana. To'xtang. Ana. Mana bunday qilib qo'yinglar. Ko'tarildi ekan, yana. Mana ko'tarilmaydi. Ha, ana. Mana. Zo'r, chiroyli. Buni borku o'rdosh, buni joy qotirib qo'ysam mana. Bunimi? Bunday qilib qotirib qo'ysangiz mayli. Shurma? Ha, mana. Mana. Ha. Ko'rdingizmi? Ha, yashang. Mana chotki bu. Bayag'am shu gap. Bu ham shunday. Hammasi qo'yilgan. Buni ham ana shunday qilib qo'yish kerak, o'ylaysan? Qani? Mana. Nima qilayinda? Bilmasam, tushunmasam. Tushunmaysiz, ha? Qayerdan tushunaman? Ana, yo'linglar. Qani? Ha, bilgan boshqachadan o'rdosh. Desangiz shu ekanlar bu. Simsim ochilsangiz ochilar. Sim desangiz ochilar ekan. Simsim ochilsangiz ochilar, yopilsangiz yopilar. Ana, endi Laskaxonni uyiga kiramiz. U? Seriozmi? Ha, Shunday ham. uylantirsak tamom. Ye, Ana. bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Mana Laskaxonni uyi. Akazimiz ikkalab ko'rishgansizlar. Akalar murojaat bilan kelishgan. Qani kasal, bemor. Bemor bo'lsa-ya. Olib kelish kerak edi uni. Qanday olib kelasiz? Javob berdi. Ketinglar deyapti deb telefon qildilar-ku bular. Shular o'zlaring bo'lganlaring bilan kasal bo'lmasa qiyin-da lekin. Mana aka, yurtdoshlar. Addush, Alisher aka, rahmat aka, Alloh rozi bo'lsin. Yashang, ukajon. Baraka toping. Boringizga shukr. Mana shunday loyihalar qilsak, mana shunday paddishka qilishdan charchamang. Endi Ha. muzik do'stingizga borib kelamiz. Ketdik, videoni uzmang. Raska? Uzma, hech narsani bosyapti. Ketaversin. Sizlar aka endi piyoda boramiz. Sizlar o'tiraveringlar. O'tiravering. Uzukni qarang. Uzukmi bu endi? Nima to'l degan aka? Yo'q, topolmadik-da, kiymadik chaqirdi zammasini. Kiyma, nima qilay endi? O'zi o'ynayotdi, menga qarang, o'ynayotdi, yo'qolib qoldi. Yo'qolib qoldi-da. Umid kiymadi. Yo'q, umid yo'q. Umid Men kiymadi. aytdim, to'l ko'p-da, to'l. Doldirboy, keling dedim. Kiymadilar-ku. Jostikchasi bor-ku, ana shu bilan bunday qilsang tepaga pastga bo'ladi. Jostik o'zingda to'g'ringda ana shuni tepaga pastga ana shunday qilsang, ko'rdingmi? Ha, ana ko'rganman-da. Laska. Va alaykum, qandaychi? Sizlar o'tirib turinglar, aka kelamiz. Ana aka, yurtdoshlar xudo xolasa bayog'i avjida. Uchoqni hali ham borib bermabsiz. Qolib ketami deyman. Ha? Tushiradi, nima osmonga qarayapti? Yo'q, noto'g'ri. Ana shunday bo'ladi. O'zizga ham keling. Mana o'choq qozonlar. Unisi ham bor. Kursdagida endi mana. Keling qani? Qandaysiz, yanga? Pardalar mana. Shunday o'zing kiraver, laska, oyoq kiyimdan kiyish qo'y. Ana aka, yurtdoshni, addushi. Endi bu yerda yastic qo'yib, parda yo'q deyapman, standart. Bemalol yopib qo'yib ish qilaverasiz. Buni ham plastmassasi tepaga ko'tarilyapti. Tushiradi. Televizor bor. Bor. Televizor bor. Nevara uxlayapti. Bor, ibosom yana. Nevara uxlayapti. Shunday. Ana. Shirkan ham aytdik, xotini kiymadi. Aytdik, Hammasini aytdik-da, dojon. Kelinglar, laska voy. Kelinglar, yigitlar, choponchan olaylik qani. Yashasın.
To'nchani olamizda Ketamiz. ketamiz. Mana, Shunday. mang, oddosh. Moshincha turibdi. Keling. O'rnidan o'ting. Bobolar yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Bo'ladi, o'zingiz qanday? Zerikmayapsizlarmi? G'iybatchan qilib. Dollar bormi kiymalni? Bilmayman. Dollar borni ham duosini olaydi. Keling dedim. Ha, yaxshi bo'ladi. Duo. Mana qildim boya. Siz boravering, boraman dedilar. Kiysa keladi endi. Rikki topdimi? Rik deb yozilganmi qizil bilan? Dadang doqaman bir qarab qo'yay. Biz davsh bo'lmaydi. Yuring, mayli. Ha, kitob degan. Ha, yo'qdi. O'zlaskan olishga. Alo. Quloqsini pishag. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, alaykum assalom. Nima kiymadingiz? Mehmonlar kelib qoldi. Bobo. Tarsabizdan mehmonlar keldi, Xorazmdan. Ha, qo'lingizga bir ikisini berib ketaman dedim-da. Ular qayt kelishmasini, chiqsa chiqaman. Ha. Siz boki, uchib boraman hozir. Endi ko'p emas, ozgina endi. Endi Muzzaka berib yuboraman. Muzzakanga kelamiz. To'nab boramiz. To'n olib kelamiz. Umidga kiydirmagan ekanmiz, ko'pchilik norozi bo'libdi. Rozi bo'linglar, mana kiydiramiz. Ha. Pulda berqa olib keling. Mayli. Davay, kutaman lekin. Bo'ldi. Keling. Davay. Skuter bilan chiqing deyman. Davay. May. Bo'pti. Rahmat. May. Ana, olib beraman. Olib beraman deydi. Ha. Alaykum assalom. Duo qiling, o'tirimiz ichiga. Opang garan qilay. Yo'q, O'sha kun mehmonga borishlarmi? Ha. Uyda qarang ahvoli, muzzakaga. Tayyorlagan. Chiroyli ishga turkacha qilsa bo'lar. Ha? Qanday eshigida bir Qara, kim bu? Umidman bu. Oching. Assalomu alaykum, tashakkur, yaxshimisiz? Qandaysiz yanga? Ahvollari zo'r. Faqat videomi, oyog'imni, oyoqlaringda cho'p. Mayli ya. Kiying oyog'ingizga, to'n kiydiraylik. Kiring. Kuyov bolakam, sizga o'xshagan otashga boy bo'libsiz. Ana. Ana, kelinglar qan. Ko'rdingizmi? Assalomu alaykum. Qanday jiyan? Jiyan. Dippa. Eski shataydi. Nima dedilar? Ha? Terini dedilarmi? Qanday umid? Zo'rmi? Umid qandaysan? Zo'r umid. Ikkita kiydiraman, sen aytuvdingmi? Ha? Ha, Ikkita deyuvdingmi? Ha. Bir o'zingga ikkita. Kiyman Umid. Ana. Otashga o'xshab, otash olovga o'xshab boy kuyovlar bo'lib. Hali qachon biz kuyov bo'ldik hali? Ki. Vo. Chotgan. Mana bunisini Dadangga, bu yerga jonni kiydirib yuboramiz. ki. Sen kuyov bo'lib o'tirasiz. Ana, ki. Mana. Kiy qanjoni. Tiq qo'lini. Tabaqini bog'laymiz. Bog'lang, oddish pasin. Fasil mamnun qil. Tabaqara. Tiq qo'lini. Qani? Mana. Joni, nima qil ushlar? Ushlar. Ana. Anaga qulluq bo'lsin to'nlar. Ikkovga mana kuyov Ha, bo'lasan. to'nlar qulluq bo'lsin. Ana. Mayli. Bunga hammi? Ana. Ha, qarang. mana ki. Mana. Mana sizga mang. Mana ana oling, ana. Otashga kattakon rahmat. Duo qilasizlar, ana yashang. Har doim nima niyatlaringiz bo'lsa amalga oshib yursin, bizani ziyorat qilgan bo'lsa, Allohim sizlarni ham ziyorat qilib tursin. Hamisha yo'llaringiz ravon bo'lsa, ishlar o'nglanib ketsin. Barakasini bersin. Kattakon rahmat sizlarga. Kelib turinglar shunday. Shunday bo'lsin, aytgansiz kelsin. Kelamiz, mana qochib ketadi-da. Ko'rdingizmi? Mana endi yana loy. Maqsad ekan ham duo qilib qo'ying, Navoiylik maqsad ekan. Maqsad aka
qilaman. Sog' salomat yursa, ehsonlari qabul bo'lsin. Bunday qilarlar qarang. Allohu akbar deng. Allah. Bunday emas, bunday qil. Bunday qil. Allohim deb turamanmi? Allah. Ha. Yashang. Dadangga berasan, qaymi? Chopan dadangga. O'zing kiyasan, deydi, katta bo'lsang. 100 ta oldi mana bu. Ana. Ayangga bir produktda qilib kelsin. Uylaringda nima o'lgan, nima hidi kelyapti? Akarashgan kim deyman da. Yo'q, teri bo'ladi-ku, nimandir terisi bormi? Doirani hidi bo'ladi-ku, terisini. Bilmayman. Mashinadan kelyapti. Bor deyman mana. Yangi sog' bo'ling, duoda bo'ling. Nima bu yerda buron qilib qo'yibsizlar? Eshigi yo'qda otash aka qo'yuvga yiqilib ketdi o'g'ona. Men shuni qo'yib qo'yamsan. Bu ham og'niydi yaqinda. Vahmaga yo'qmi bu yerda? Mana Vahim akash, kesak yuvuvchi. Shumi? Ana ko'rsat kesak ekani. Ya. Joystik bilan boshqa? Ha? Asta. Shataydi. Ma debbi. Qayoqqa kalishda Pasaytir yana. Joystik bilan pasaytir. Ana shunda anaki. Anaki, bunga endi bir narsalar olib bering, yanga bergan pulga, maylimi? Produktda qilib kelinglar, duo qilinglar. Bo'ladi, duo qilib turaman. Muzzaka qayerda? Bermang muzzakaga pulni. O'zlaring narsa olib kelib yeyinglar. O'zim urishib qolganman. Yo, mayli, narsa olib keling bor. Narsa olib kelib yeyinglar. Hozir olib keling. Ha. Kelinglar, yurtdoshlar. Boring. Tashak. Sog' bo'linglar, mayli. Mayli, namay. Yo'q, mana kinoring. Sherga siyaptimi bular? Yo'q, Mayli, Ne? to'kilib ketdi bu. Suv bunday bo'lmaydi, yanga. Deyda bilan böyle loy qilib tayramas. Sen siyapsan. Bu siyaptimi? Loyni to'kib tayradi. Oyog'ingga kiyib yur. Ana qarang. Uni kerak. tayin o'pirib tayla ustiga yiqiladi. Uni tayin o'pirib taylashdi. Astag'firulloh. Yaxshilikka bo'lsa hammasi. Shunday bo'lsin. Sog' bo'linglar, yanga, mayli. Mayli. Ey yashang. Mana yashanglar, yurtdoshlar, ana. Mana. Muzzakani ham ziyorat qilib, to'nni ham kiydirdik. Shunday. Ha. Ikkita mana ikkoviga. Ikkoviga ikkita to'n kiydirdik mana. Aytdik, sherka kiymadi. Qanday Xotinga siyasi? aytdik. Kiymadi. Mana ki. Meni bizadan emas say. Bizda ayb yo'q, ha? Dollar bu ham kiymabdi mana. Dollar bo'yam mana yo'q. Yo'q-la. Ketdi otamni oldi. Otangiz dolda ketdim. Yo'q mana. Keling desak, kiymaydi. O'zidan ko'rsin, ha? Nima deyman? E, To'yimiz zo'r bo'ldi. kiymaganlar armonda qoldi. Ha? Zo'r bo'ldi. Kiymaganlar armonda. Mana shu yurtdoshlar bor zo'r bo'ldi-da. Shunday. Gumbillagan bo'ldi. Yashasin. Tursunbek hozir mana shu yerga kelib efir qilyapti, Hozir esingizda. shunday. Mana mashina rozыгрышga qo'yilgan. Mana. Ha, shuni Tursunbek rozыгрышga qo'ygan. Jasur degan akamiz bilan. Nima bo'lsin yana ekan? YouTube video yozib qo'yibdi. Bu ham shulardanmi? Nexia uchun? Qis. Pishi kimniki oddosh? Qulog'i singan pishi. Bu qimmat pishi lekin. Behazil. Mana mana yurtdoshlar. Qulog'i singan pishi. Bu qimmat pishi. Tilimga javob olib ketamiz buni. Ketdik jonivor. O'laydi. Hech kim qaramagan ekan. Men qarayman-da senga. Yur qani. Kimniki deydi tushunadi. Kimniki pishay. Hech kim javob berma. Miau. Miau. Miau, ketamiz. Ketamiz. Anaki. Buni kulrangi bo'lsa oddosh. Qaysini? Buni. Miau. Miau. 30. Tanish nomerda. Javohir yaxshimi sog'in? Sog'laring yaxshi. Zo'r, o'zing zo'r. Charchamay yuribsan. Oddoshga kelim, syomka deydim. Qayerga? Nimaga?
Ha, bo'l. Ha, qilamiz, telefonlashamiz. Hozir telefon qo'yiraman, mayli, xo'p. Bo'pti. Ana yurtdoshlar, buyog'i avjida. Miau. Ana. Olib ketamiz o'sha. Murojaatchilar kelibdi yurtdoshlar. Mana uylarimiz juda ham chiroyli, ajoyib bo'lgan. Keladi dedim-ku. Aytdim. Nima dedim men? Katta gapiraman. Cho'la to'kitaylar. Bitta gapiraman men deydimi? Er xotin urushi, doka ro'mol qurishi. Buyog'i avjida mana degan. Hozir murojaatchilar kelgan. Holat ko'rdinglar, uylar juda ham chiroyli. Yaxshi bo'lib bitdi mana. To'ylarni ham chiroyli o'tkazib oldik. Duoda bo'linglar, Xudo xolasa. Buyog'i avjida bo'ladi. Operator montajchimiz yo'q, o'shaning uchun loyiha boshlaganimiz yo'q. Bo'lganida loyihani boshlab yuborgan bo'laydi, Xudo xolasa, lekin ijodni Navoiyda bosaveramiz. Xudo xolasa Navoiyda ham murojaatlar chiqyapti. Navoiyda ham nasib bo'lsa murojaatlarni birma-bir chiqaraveramiz. Navoiy shahrida, shu atrofida bo'ladigan muammolarni ko'rsatib, to'g'rimi? Shu xalqimizga nima deydi, bir foydamiz tegadigan, yordamimiz tegar nasib bo'lsa. Layklarni bosib kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'linglar. Xudo xolasa mana Umidga to'n kiydirmading degandinglar, to'n kiydirdik. Juda ham chiroyli va udal. Sizlar tufayli uylik bo'ldik. Hammalaringizga rahmat. Yashanglar. Bo'yingiz o'sibdi o'zi. Oddosh Mandayli o'samanda. 2 etajda turgandan keyin oldin 1 etaj pastida siz bosib turganda. Balandlik qarang. Havo yo'q edi-da. Ha, endi nafas olyapsiz. Havo yo'q edi. Chiroyli bo'ldi mana, ko'z tegmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Necha minut bo'libdi o'zi? 21 minut. Yangani ham gapirtirmaymiz bir salom-palam. Oyoq kiyapti akalar. Yanga hormang. Assalomu alaykum. Kraska qilyapti mana yanga. Qaranglar, tinmaydilar-da, ko'z tegmas. Zo'r, o'zim bir so'rashib qo'ying yurtdoshlar bilan. Assalomu alaykum yurtdoshlar, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar, sog'liklaringiz yaxshimi, charchamay yuribsizlarmi? Hammalar sog'-omon yuribsizlarmi? Rahmat hammalaringizga, mana qo'llab-quvvatlab uyimiz shunday chiroyli qilib berdinglar, mazza qilib yashayapmiz. Toza, ozoda, ko'rkamlar chiroyli bo'lgan uylarimizni. Juda ham xursandman hammalaringizdan. Rahmat. Alloh bizga bir bergan sizlar ming bersin. Ilohim oilalaringiz baxtiga, ona-otalaringiz baxtiga, farzandlar baxtiga hammalar sog'-omon bo'lib yuringlar. Kim nima niyat qilgansa niyatlari erishsin. Hammalaringiz sog'lik, salomatlik tilayman. Hech qachon dard ko'rmanglar, g'am ko'rmanglar. Hammalar sog'-omon bo'lib yuringlar. Juda ham rahmat deyman, katta xursandman hamma uchun. Nima deyman? Rahmat yanga. Rahmat hammalaringizga. Mana ko'pchilik mana negativ yozyapti. Men keladi operator. Mana ozodan qo'yibdi mana. Ko'pchilik men aytganman bularga boraman. Tayyorgarlik ko'ringlar deb biroz ham aytganman. Indamay kelaverdim. Ko'ryapsizlar mana gastronomik chiroyli gullar ekib, quvvatli gullar nima qilib, hammasi mana faryod uchun chiroyli o'tirdi. Oldin prosta ana o'ydi-da. Remont bo'layotganligi uchun hamma narsa har joyda nima bo'lyapti? Chiq, mana ushla o'tiribman. Chiq jiyan. Tog'ingga suyan. Mana buyog'lar mana faryodishni bir chiroyli bo'lib turibdi mana. Hamma joy yaxshigina bo'lib turibdi. Dush qilmadinglar. Ana shuni qilib olsanglar, mazza qilib cho'milasizlar o'zlaringiz. Ishlashsin qani. Ha. Ular ishga turkalar bor-da ichiga. Ha. Eshiklar ochsa. Ha. Shu yil bo'lmasa, u yil qilamiz, nasib bo'lsa bo'ladi. Xudo xolasa. Men yanga sizga ham qurib qolmang. Yo'q, kelyapti. Navoiydan kelyapti, bu tilla zavoddan, ya. Rahmat Maqsudjonga. Umringiz uzoq bo'lsin. Shunday bo'lsin. Butun bo'lsin. Aytganimiz Niyat kelsin. qilgansiz, niyatingizga yetishing. Rahmat katta o'z qilsangiz qilishganingiz uchun. Mushkullar oson bo'lsin. Keling, shu uylar siz uchun mehmon olib ketavering. Qabul qilamiz, keling. Kelinglar. Shu uy sizniki. Keyin aziz do'stlar, yana bir ikkita narsalar qolib ketibdi. Ubay akamiz ham anchagina yordam qiluvdilar. Kecha to'yda aytamiz deb yodimizdan ko'tarilib. Hozir akamiz. Bahodir aka Toshkentdan. Nima Umidjon aka. Umidjon Mingto'rayevich akamiz. Rahmat hammalarga. Endi o'sha kun to'g'risi hamma narsa yugur bilan to'g'risi to'yda boshi shishib qoladi. O'shaning uchun
ko'pchilik yodimizdan ko'tarilgan bo'lsa, hozir ham kimlardir esimizdan chiqib ketgandir. Ming bor uzr so'raymiz. Shunday. Hamma yordam berdi. Kim yordam bergan bo'lsa? Bunlar mazasi bunday qo'ygan ekan, issiqishib qo'ygan ekan. Yanganimi? Ha. Hammalarga. Ya endi shularga ham rahmat aytamiz deb ming bor uzr ayta olmadik. Lisalar nima qildinglar? Olib qo'yamiz. Baqab qo'ydinglar. Ha. Lisalar turibdi ana, loyiha boshlab qolsa, o'sha yoqqa olib boringlar lisalar. Bizga o'sha kamerachi operator bo'lsa, shu tashab nima qilaydik, boshqaruv berib qo'yaydik, qilaveraydi. Tushunayotgan kerakda. Shunday. Biza tushunmasak, dollar bo'lsa sildirib qo'yadi bilsangiz. 5000 dollar turadi apparatura. Farqi yo'q, bu yotaveradi. Tushunolmasa. Like bosinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana shu loyihaga hissasini qo'shgan barcha insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Umrlaringizga, rizqlaringizga Alloh taolo barakotlar taqsin. Shunday bo'lsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Ali